Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuninglar xayrli va barakatli qilsin. Chang'an Hunter mashinasini sizlarga ko'rsatib va tushuntirib o'tamiz. Bu 4VD, ikkovi oldi orqa tortadi. Oldi 70 kilovatli, orqasi 138 kilovatli adashmasam, shunaqa. Hop, hozir uni yana ko'rib beraman. Hop, asosiysi mashinani 4VD tori differensiali borligi. Hozir shuni ko'ramiz. Mashina mana o'zi asosiy, mana shu so'rayotgan narsa, mana hozir ochib ko'rsatdim. 2H, keyin avto 4L bor. 4L bu to'rovi balon majbur tortadi. Avtoda differensial, ya'ni almashib. To'rtta balondan qaysi biriga kuch kelmaysa, o'sha aylanmaydi. 3tasi tortadi yoki 2tasi. Shunga qarab, bu avtomat usul. Bu 2H da ekonom rejimda yuradi, faqat ikkita, ya'ni bitta orqa motor ishlaydi xolos. Mana shunisini motorimiz esa yonadi. Mana burchakda mana shu mana shu ishlaydi, mana ko'rinyaptimi? Mana shu hozir avtoda turibdi. Mana 2H ga o'tdi, ekonom rejimga. Avto, mana 4L. Mana buni tog'larda mana differensiallar mana shu 3 ta nimani qo'shsa bo'ladi. Demak bu 5 ta pozitsiya bo'lsa bunda. 5 ta pozitsiya bo'lsa, bu Hunter'da 5 ta pozitsiyasi bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar ichida. Bu 3-pozitsiyasi, 4VD'ni 1-pozitsiyasi. 2VD bor, bitta motorli, yakka motorli 2 ta pozitsiyasi bo'lsa, ya'ni 4VD'da bu standartda. Ya'ni hozir elektri bo'lmaydi va mana yerda 360 bo'lmaydi. Orqaga zadniy vitni yurganda, mana zadniyda mana orqa faqat shuni ko'rinadi, bokovoydan yuriladi. Xo'p, mana bunisini sizlarga aytaman hozir aniq. Dvigatellarda nimasini aytib beraman, qarab turinglar. Mana mana 170 ga 130 ekan, mana ikkita motor. Oldi motor 70 kilovatlik. Otdi kuchiga 90 ning qancha ham bo'ladi? 130 lik, bu 230 qancha ham bo'ladi? Jam bo'lib 272. Bu 135 kilovatlik, bu zaryadga beradigan 2 объемli, mana 1.99 объем deyapti. Mana 2 turbo dvigatel, mana 135 kilo, ya'ni 185 otdi kuchiga ega dvigatel bor. Hozir mana ishlab turibdi, zaryadga beryapti. Hozir mana 14% zaryadga bu tomonda turibdi. Ko'rinyaptimi? Mana bu tomonda mana benzin bakti nimasi turibdi. Xullas, smeshinni aralashganda 1000 dan oshiqroq yuradi. Agar elektr bo'lsa, mana ko'rsatilgandek 131 ko'rsatilgan CTL bo'yicha. CTL bo'yicha menuyimiz mana Honda qaytarsa qana. Mana shu yerda kontrolda mana ekonom standart rejimi bor, eko bor. Mana sport rejimi. Mana benzin, elektrik profil, avtomatik full. Mana hammasi mana komfort. Hammasi svetlardagi faralarga. Mashinani o'zi, mana hamma eshik ochilib yopilishini funksiyalari angliskiyda. Xo'p, bulari bor ekan. Men bilganimcha aytyapman. ADAS'i bor, mana HTS bor, SK bor ekan, EPB'si bor, auto holding bor, ya'ni auto holding notify. CTZ bor ekan. Mana energiyasida mana batareyka mana NDC bo'yicha 131 nimasi bo'lsa, bu CTL bo'yicha funksiya 2 xil holatini o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Xullas, cruise control bulari, mana multimediyasi bor. Mana bunda funksiyasi yo'q ekan, demak keyingi pozitsiyasida bor. Bu tomonda drive mode
normal, eko, sport. Bu tomondan ham o'zgartirsa bo'ladi. Mana shu. Bu lichaga ochadi. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, telefon qilishingiz mumkin. Mana shu mashina bizda bor, Hunter, Chang'an Hunter. Turbada komplektatsiyasi kovrik, V12 bo'ladi, ya'ni bunaqa mashinadan to'ka olib ishlatish mumkin va o'zini zaryadchiga. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana mashina bagaji juda katta, 1 tonnadan oshiqroq yuk olsa bo'lsa kerak, Alloh a'lam. Bunisi komfort. Ko'rib, buni tagida shunisi bor. Hop. Mana funksiyalari shu, knopkani shu yerda joylashgan. Rulni chiqib tushishini ko'rib qo'yamiz. Demak, rul tepaga pastga bo'lar ekan, borib kelmas ekan, faqat tepa past. Demak, buni ham ko'rib bilib kelasizlar. Agar kimga qiziq bo'lsa bu mashina, olmoqchi bo'layotgan bu birodarlarimiz bo'lsa yoki akalarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kamina Jasurbek, shu raqamga telefon qilaverasizlar. 92lik 010 69 26 ga telefon qilsanglar, men batafsil bu mashina to'g'risida sizlarga yana ma'lumot ham berib o'tiraman. Assalomu alaykum.